Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebet mezmunlardan kanni qandaq juyish meselesi haqqidagi babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh to'xtalib. Demek bu kanni qanday juyimiz degan mesele ya bu yerdagi asosli bugungi nuqta shu hayz qini, ya'ni ayollarniki shu oylik odat qini maqsad qilingan. Demek bu necis deganlik bo'ladi. Bu 227 numaralı hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Muhammed ibn Musanna hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu kishi deydi bizga Yahya hadis so'zlab bergan Hishomdan deydi. Bu Muhammed, Yahya, Hisham qatorliqlarning tarjimasi boshida o'tgan. Yahya ibn Said al-Qattan deymiz. Hisham desak Hisham ibn Urvat ibn Zubayr degan kishi. Ve bu adam deydi bana Fatime Esma'dan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bana deganlikdan Fatime bu yerda o'zining ayoli hem bu hadisni so'zlab bergan ustoz bo'ladi. Bu Munzir ibn Zubayr degan kishiniki qizi bo'ladi. Bu xonim bu hadisni o'zining cho'ng onasi Esma bint Abu Bakr Siddiq zatun nitaqayn ikki balvoqliq ayol deb nom olgan bu ayoldan rivoyat qilyapti. Endi bu Esma xonim deydi bir ayol payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzuri muborak kelib dediki bizning birimiz shu hayz ko'rib bu hayzlar kiyimga o'tib ketadigan darajada mushta holatlar bor. Bunu qanday qiladi dedi. Demak, shu odat qini kiyimiga o'tib ketgan bo'lsa, buni qanday tozalaydi degan bo'ladi. Degandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni uvlaydi dedi. Chunki qon degan yuqqandan keyin birdam to'sa qotidi u. Uni uvlaydi dedi, tahotdi degan. Anda uning to'pisiga suv quyib, suv bilan uni taxmi bakrak uvlaydi. Bu yerda ikki xil iborat keltirilgan. Bu yerda tahottu degani tirnoq bilan quruq holatida ulab ashuni ko'ringan holatini yo'qotish. Taqrusu bo'lsa suv bilan uni qirib ulab yuvish. Uning keyindan vatanzahu dedi. Andin uni yuydi, un kiyimda namoz o'qiyverdi dedi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayol kishiniki odat qilib choplashib qolgan mushta kiyimni qanday yuvish masalasini tafsili bayon qilyapti. Bu tanzahu iboratni bir qism ulamolar bu suv to'piga suv chechibdi deb qaragan. Bu nayt ojiz. Buni ojiz deb qaragan ko'p ulamolar. İmam Qurtubiydek ulamolar yo'q. Bu shu suvni to'pisiga mundalam chechib degan gap tanzahu degan iborat. Buni shu qo'lda ulab yuvgan ekan, shu yuvganni bildirdi. Onun kendi namda su çiçifteş diye ma'noni bildirdi degan. Ki İmam Xattobiy rahmetullahi alayh yo'q. Bu ondan yudi degan gap degan. İbn Hajar Asqalani nima shu Xattobiyning gapini kuchlantirgan bu jihatda. Bu tanzahu degan iboratning shu arablarning asli lug'atda ishlatgan ma'nosi bilan iste'mol ma'nosi orasida ixtilof bo'lib qolib, bu ixtilofning natijasida andin mavo qanday yuvish masalasiga ta'sir ko'rsatgan. Hanifiy mazhabda bu mutlaq buni yuvishni maqsad qiladi. Nazh degan iboratni. Ammo bir qism Shofiy mazhabining ulamolari bu suv chachirtish deb qaraydi. Ishkili ma'no bir-biridan yaroq emas har holda. Ammo Imom Ayni rahmatullohi alayh bu yerga rash nazh degan iboratni bunda suv chachirtish. Chunki uning oldida ulab bo'ldi, yuvib bo'ldi. Uni keyin faqat shaq qolmaslik uchun undan bu yerda suv chachirtish deb qaragan. Eng muhim masala asosan shu nijosatning ashada yo'q bo'ldimi, bo'lmadimi deganga nisbatan ko'ngilda qanoat hosil bo'lgani muhim bo'lishi kerak bu yerda. Bu hadisdan ilingan nurg'un mazmunlar bor. Bir qism ulamolar bu hadis qarab har qanday nijosatni faqat suv bilan ham tozalangan bo'ldi deb qaragan. Ammo chunki Hanifiy mazhabda masalan har qanday suyuqliq narsa bilan nijosatni tozalab bo'ldi degan. Endi suvning tozalaydiganligida shak yo'q. Masalan, suyuq vaqtlarda masalan meva suvi
Mesela men tang deymiz. Şu açta narsalar bilan tozasimi, jusimi bo'ladi degan qarash Hanifi mezhepte e'tibor qilingan. Ammo ma hadis qarab ko'p sonlik ulamada yo'q, faqat suvlallam deb qaragan. Bu hadis hamda shu ixtilofning kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Yana birisi hamda nijosatni tozalagan vaqtida 3 qatim, 4 qatim deydigan son cheklimasi yo'q. Bu hadisningki hukmidan maqsad aşağıdaki nijosat zati yo'qolmadimi shu maqsad qilingan. Hamda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh 228 numaralı hadisda bizga Muhammad hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Muhammad ibn Salam ismi bilan mashhur bo'lgan, boshda o'tib bo'lgan bu kishi. İmam Buxoriyning Mavra an-Nahdagi nayt kat ustozlari, baykantlik adam. Bu zat deydi bizga Abu Muaviya hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Muaviya az-Zarir nomi bilan mashhur bo'lgan o'zi ama adam. Bu nayt dangliq endi davirdagi muhaddis, tarjimal boshda o'tib bo'lgan. Bu adamga qarata ulamolar xilma-xil baholarni bergan. Ammo hadisda nayt ishonchlik, puxta bu yetilgan bo'lsa-mu, ammo ulamolar tarafidan bu adamning murji'i degan sifat berilgan. Bir qismlari undaq emas deyilgan bo'lsa-mu, asosan bir qismi bu murji'i, ya'ni aqidasida murjilik sifat bor deb tanqidlangan. Bu kishi deydi bizga Hisham ibn Urva dadasidan, ya'ni Urva ibn Zubayrdan. Bu kishi Oyisha radhiyallohu anhadan. Oyisha payg'ambarimizning ayoli. Ya'ni bu oyog'idagilar bir jamoat odamlari hadisni rivoyat qilyapti. Bu animiz deydi Fatima bint Abi Hubaysh degan ayol payg'ambar alayhisolatu vassalamning huzur muborakiga kelib mundaq dedi. Bu ayol o'zi Qurayshlarning shu Bani Asad jamoatidan bo'lgan büyük bir sahabe ayol bu. Bu mübarek ayol debdi ki ya Resulallah men şu köp hayz muddetidan keyin to'liq qon kildigan bir xulluq ayol men. Pakiz bo'lanmayman ve pakiz bo'lanmaydigini ya'ni davomli qon chiqib turdi demoqchi-da. Namoz o'qimay qilsam bo'lamdi deb savol so'rabdi-da. Payg'ambar alayhisolatu vasallam javob berib mundaq debdi. Yo'q. Bu hayz qini emas, bu tomoning qini. Chunki hayz qini degan shu balyatquning cho'nqur yerdan saqib keladi, sirg'ib keladi. Bu tomoning qini hamda ya bir yolloq boshqa vakiza taraflardan keldi. Hatto ba'zi rivoyatlarda shaytondan deb bundan qaragan. U hayz emas debdi. Agar hayzingiz kelsa namoz tark eting. Namoz o'qimang. Yana ayol kishining shu oyda ma'lum muddat o'zing odat ko'rdigan vaqtida, ba'da har oyda o'z biludi masalan. Mushu paytlarda, hayzingizning vaqti kelgan paytlarda namozni o'qimang. Hayzingizning hayz muddati tutgan zaman, yo'qolgan zaman qonni yutib namoz o'qiyvering dedi. O adam deydi ya Hisham, dadam mundaq degan edi deydi. Andın her namazga taharat iling deydi. Shu vaqt kelganga qadar her namazga taharat iling deydi. Bundaq demoqchi bo'lgani namozningki vaqti kelgan vaqtida zaman, masalan peshimning vaqti taharat ilib shu peshimni o'qiydi-da. Peshimdan keyingi nafl namozlarni o'qisa bo'ldi. Bu taharat qachon sunadi deganda kuchli qarashda ikkinchi namozning vaqti, ya'ni asrning vaqti kirgan qadar bu taharat sunadi. Bundaq davomli xun kelib turgan ayolniki. Mush hadis qarta hamda Shafiy mazhablar, Hanifi mazhabda ixtilof bo'lgan. Shafiy mazhabdagilar shu har namozga taharat oladi, faqat shu namozla o'qiy oladi. Shu namozdan boshqa namoz o'qiy olmaydi deb qaragan. Hanifi mazhabdagilar yo'q. Shu vaqt o'lcham bu yerda. Ya'ni peshimning vaqti kirganda taharat oladi, shu peshimning vaqti chiqayotganga qadar taharat buzilmaydi degan. Shafiy mazhab yo'q. Namozni o'qidimi, namoz o'qigandan keyin ham xolos buniki taharat bo'lmaydi deb qaragan. Buningda Hanifi mazhabning dalili aqli va naqli jihatdan biroz kuchliroq. U bo'lsa-mu, bu yerdagi taharat vaqtni o'lchab qo'ygan, namozning o'zini o'lchab qilmagan. Dersimiz bugun bu yergacha bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.